Buxoro shahrining qulay va istiqbolli hududlaridan birida barpo etilayotgan O'zbegim turar joy majmuasining birinchi bosqichidagi xonadonlari o'z egalariga topshirildi. O'zbegim bu nafaqat yangi turar joy, balki zamonaviylik, osoyishtalik va oilaviy farovonlik uyg'unlashgan maskan. Majmua yashash uchun barcha zarur infratuzilmaga ega. Maktab va bog'chalar hamda savdo do'konlari qulay masofada joylashgan. Hudud yopiq 24 soat davomida qo'riqlanadi. Bolalar maydonchalari va dam olish zonalari oilaviy hordiq uchun qulay muhit yaratadi. 2009-yilda kompaniyaga asos solganmiz. Faoliyatimiz birinchi qurilish mollari ishlab chiqarishdan boshlab, keyingi yillarda qurilish sohasiga o'tib ketganmiz. Davlat loyihalarini qurib, vaqtida topshirib, sifatli topshirgandan keyin 2016-yildan boshlab uy-joy qurish loyihalariga o'tib ketganmiz. Jamoamiz bilan birga Shohsaroy turar joy majmuasi, Zarafshon turar joy majmuasi, Mustaqillik Avenue, yangi do'stlar majmuasi kabi o'ndan ziyod loyihalarni qurib topshirganmiz. Shu loyihalarning davomi o'laroq mana bugun navbatdagi loyihamiz O'zbegim turar joy majmuasini kalitlarini topshirish marosimida o'tiribmiz. Birinchi shartnomalarimiz 1,5 yil oldin boshlangan. Shartnomamizda 2 yil deb belgilab shartnoma tuzganmiz hurmatli mijozlarimiz bilan. Lekin mana 1,5 yil deganda uylarni mijozlarimizga qurib topshirdik. Mega House qurilish kompaniyasini o'zi qurilish klasteri qilganmiz. Beton mahsulotlari, tayyor beton, bordyurlar, brushatkalar, latoklar, luklar hammasi o'zimizdan chiqaradi va qurilish obyektlarimizga o'zimiz yetkazib beramiz. Shu sababli qurilishimiz uzluksiz 24 soat 365 kun to'xtab qolmaydi. Mana bugungi kunda O'zbegim turar joy majmuasini o'zimizga 3 ta bosqich qilib belgilab olganmiz. Biz bugun birinchi bosqich uylarimizni qurib topshirdik. Mana 15-oktyabrdan ikkinchi bosqichga start beramiz. O'zbegim turar joy majmuasi Mega House kompaniyasining Buxorodagi navbatdagi yirik loyihalaridan biri hisoblanadi. Kompaniya har bir loyihasida zamonaviy me'morchilik va qulay joylashuvga alohida e'tibor qaratadi. Mega House bu loyihani nafaqat uy sifatida, balki har bir oilaning orzusi sifatida barpo etdi. Uylar mustahkam, travertin fasadli va energiya tejamkor tizim bilan jihozlangan. Quyosh panellari tufayli elektr uzilgan paytda ham liftlar va yoritish tizimi uzluksiz ishlashi ta'minlangan. Buxoro shaharga kelib, bir necha turar joy manzilgohini ko'rdim. Menga o'sha Mega House, O'zbegim turar joylari ma'qul keldi. Nima sababdan? Sababi turar joyning qurilish shakl shamoyli, imkoniyatlari hamda bir pishiqligi, mustahkamligi ajoyib o'rin egalladi. Ana hozirgi kunda oilam bilan birga yashab baxtli kun ko'ryapmiz. Hech qanday bir kamchilik holatga men duch kelmadim. Lift doimiy ravishda ishlayapti, suvda muammo yo'q, elektr energiyasida, kommunallar hech qanday bir muammoga duch kelmadim. O'zbegimning domlari bizga yoqqan tarafi bolalar maydonchasi va pervih, ikkinchisidan qo'riqlash xizmati 24 soat. Shart-sharoitlar juda ham yaxshi. Hozir yana qurilyapti, yonimizga tavsiya qilgan bo'lardim. O'zbegim turar joy majmuasi juda ham qulay, bir oy bo'ladi ko'chib kirganimga. Hammasi yaxshi. Minnatdormiz domchidan. Shu domni qurib berganiga rahmat. 2023-yilda mana shu O'zbegim turar joy majmuasi qurilishi boshlanganda 24 oyga bo'lib to'lash sharti bilan shartnoma tuzdik. Shartnomaga asosan 2025-yil noyabr oyida uyimiz bitib tugatilishi kerak edi. Bizga va'da qilingandan 2025-yil noyabrda emas, 2025-yil fevral oyida uylarimiz tayyor bo'lganligi to'g'risida bizga axborot berildi. Kelib bemalol uydan foydalanish mumkin degan taklif qilindi. Bizlar bu kompaniyadan juda minnatdormiz. Mana imorat sota olaman, uy sota olaman degan kishilar O'zbegimga kelsin. Ishonchli har kunlik qurilish ishlari o'zingizning telefoningizdan ko'rishingiz mumkin. Qizim va kuyovim uchun barcha sharoitlarga ega bo'lgan xonadon xarid qilish niyatimiz azaldan bor edi. Xuddi shu yaxshi niyatimiz shu yilning yoz oyiga to'g'ri keldi. Aynan Mega House kompaniyasining uylari bizga juda ham yoqdi, bilasizmi? Uy ichiga kirsangiz, zamonaviylik, zamonaviy qurilgan podyezdlar, bundan tashqari mana shu yerda joylashgan juda ham katta hovlisida avtoturargoh maxsus. Mana shu sharoitlari menga juda ham yoqdi. Barchaga tavsiya qilaman. Bu uy menimcha maqtash emas, Buxoro shahridagi eng chiroyli, eng ko'rkam uy o'zimcha shunday deb o'ylayman. Mega House kompaniyasini eshitib keldim. Mana bu yerdan
ikkita kvartira oldim. Men o'zim tadbirkorman. Tadbirkorligim mana bu turizm sohasida asosiy turistlarga ijara beraman. Turistlar endi o'zlaringiz bilasizlar, ozgina injiqroq, bunaqa har bitta qulaylikni sezishni xohlaydi. O'zbegim turar majmuasiga shu narsalar qulayliklar mavjud. Proyektlari juda ixcham, chiroyli, yangi texnologiyalar bilan qurilgan. Solishli panellarigacha bor, shu meni xursand qildi. Lift to'xtab qo'yilib qolmaydi. Hamma vaqt svet bor. O'zbegim turar majmuasiga uy olganimiz sababi avvalambor bu uylarni yaxshi lokatsiyada joylashgani va tez fursatda bitkazib kadastrdan topshirganlari. Investitsiya asosida uy olgandik. Mana shu uylarimizni 2 yilga bormasdan kadastrni olib, ularni foydasi bilan sotib va srazu yana pullarni kelajakda yana boshlangan yangi EFG bloklariga yana investitsiya qildik. Birinchi bosqich xonadonlari o'z egalariga topshirilgach, Mega House kompaniyasi loyiha doirasida O'zbegim turar joy majmuasining ikkinchi va uchinchi bosqichlari uchun sotuvlarni ham ochdi. Endilikda Buxoro aholisiga qulay joylashuv va zamonaviy sharoitga ega xonadonlarni yanada qulay to'lov shartlarida xarid qilish imkoniyati taqdim etilmoqda.